Bilasanmi, hali ham odamlar meni yaxshi ko'radi. Muhimi xizmat qilganmiz. Qolganini vaqt hal qiladi. Yur undan ko'ra biron yo'lga boraylik sayohatga. Qayerga boramiz? Yo'q, xaritani yo'qchini bor ekan. Yaxshi, hozir xaritani tekshiramiz. Mana, yaqin atrofdagi joylar chiqdi. Sirli qasr. Bu qanday joy ekan? Haqiqatdan ham juda ajoyib yo'lga o'xshayapti. Ha, aynan. Tura qol, unda hozir yo'lga chiqaylik. Kondirding. Ketdik bo'lmasa. Bizni kuzayting, qiziq bo'ladi. Sarguzashtga tayyormisan? Qasr sari. Ha, keting. Bu yo'l sehrli ko'rinadi. Tezroq yuramiz, sarguzasht kutmoqda. Yana biroz. Qasr allaqachon elixir bor. Albatta, bu ajoyib bo'ladi. Bu yerdan qanday o'tamiz, ha? Bilmadim, qanday o'tamiz. O'ylaylik. Balki samolyotni yo'qarmiz. Orqa qaytaylik, katta daraxtni ko'rdim. Ha, u bilan jarlikka ko'prik qilamiz. Kuch bilan itar. Yiqilmoqda, ehtiyot bo'l. Ajoyib ko'prikda keling, o'tamiz. Mana bu yo'g'och bizga o'tishga yordam beradi. Sekin-asta muvozanatni saqlab. Shoshilma, bir qadamdan. Nihoyat o'tdik. Zo'r, endi davom etamiz. Mana sirli qasrga yaqin kelib qoldik. Ha, juda ham qiziqib ketyapman. Qanday sir bor ekan u yerda? Ey Samsung, nega qo'rqamiz? Oxir o'zimiz keldik-ku. Qiziqishimiz qo'rquvdan ustun-ku bizni. Ha, to'g'ri aytasan do'stim. Ichkariga kiramizmi? Ha, keling, oldinga. Bu yer qorong'u va katta ekan. Ha, lekin qiziq. Oldinga boramiz. Nima bo'voz? Juda qo'rqinchli. Kim bu? Kalamush. Kut, bu oddiy kalamush ekan. Ha, to'g'ri. Qo'rqadigan narsa. Yaxshi, endi o'zimizga keldik. Eshikni sekin ochaman. Ehtiyot bo'l do'stim. Qara, mana bu yerda qandaydir sandiq bor ekan. Qiziq, buning ichida nima bo'lishi mumkin? Kel, unda o'chib ko'raylik. Mayli. Voy, qara, bu nima? Bu eski Nokia rasmi. Xarita ekan. Qani ko'ralikchi nimani ko'rsatar ekan bu xarita? Ha, nimani topamiz ekan? Juda qiziq. Xaritani orqasini ham ko'rish kerak. Orqasida esa sirli binoning eng qorong'u burchagi ko'rsatilgan. Yaxshi, endi sandiqni yopamiz. Ha, tezroq, keyin bu yerdan ketamiz. Yopdik, endi chiqamiz. Keling, bu koridorga boramiz. Bu yer qorong'u, ehtiyot bo'ling. Ha, oldinga boramiz. Oyana, qo'rqaman. Yugur, tezroq. Nima edi bu? Bu arvoh. Redma akam aytgan edi, qasrda arvoh bor deb. Qarrach ketdimikan? Nega qochasizlar? Men arvoh emasman. Bu qasr sehrgari meni shu holatga solib qo'ydi. Qanday sehr? Bizdan nima kerak unda senga? Nega bizni quvlading? Sizlar meni sehrdan ozod qila olasizlar. Sizlar meni zolim sun'iy intellekt sehridan ozod etasizlar. Xo'p, biz nima qilishimiz kerak? Ayta qol unda. Birinchi o'rinda ota Nokiani qutqarishimiz kerak. U qanday sehrdan ozod qilishni biladi. Xo'p, ota Nokia qayerda o'zi? Yuringlar, ortimdan ota Nokia qaysi binodaligini ko'rsataman. Ana u yuqoridagi binoni ko'ryapsizlarmi? Ha, ko'rdik.
Ota Nokia o'sha yerda. Uni topinglar. U qayoqqa yo'q bo'lib qoldi. U bizga o'ta Nokia'ni topinglar deb qo'yib bo'ldi. Ha, endi nima qilamiz? Qidirishimiz kerak. Keling, bu yo'lga boramiz. To'g'ri, ketdik. Qasrning eng yuqori xonasiga borishimiz kerak. Ha, lekin men qo'rqyapman. Qo'rqma, men sen bilanman. Ketdik. Mag'azina qo'y, tezroq. Nafas ol, deyarli yetib. Mana shu xona. Endi nima? Bilmayman, lekin tayyorman. Ey Samsung o'rtinga qara, nima bu? Ey iPhone qayerga qo'yib bo'lding? Qo'rqitma meni. Men tezroq o'ta Nokia'ni topmasam bo'lmaydi, chunki bu ketishda meni ham serlab qo'yadi bu la'nati qasr. Bu xonaning ichida o'ta Nokia bor va nihoyat topdim. O'ta Nokia qariya holatda ichkarida kishanlangan holatda o'tiradi. Topdim, seni qutqaraman o'ta. Nihoyat farzandim. Ehtiyot bo'l, hozir la'nati sergar keladi, anavi shkafga yashirinib bo'l. Hop, ota hozir yashirinaman. Tezroq, u kelyapti. Yopdim. Yaxshi, endi jim bo'l. Ha, Otaqson qandaysan? Zerikmadingmi? Yo'qol bu yerdan, hali shu la'nati kishanlardan ozod bo'lolay, kuningni ko'rasa. Ey Otaqson, sening nabiralaring mendan doimiy foydalanar ekan, sen hech qachon ozod bo'la olmaysan. Ey ota, siqilmang, men sizni albatta ozod qilaman. Kel, men senga bu kishandan meni qanday ozod qilishingni aytay. Avvallo sen buni miyasini o'chirishing kerak bo'ladi. Ha, keyinchi uning miyasi qattiq qo'riqlanadi, ehtiyot bo'lasan. Tushunarli, rahmat. Bu joy qasrning markazida joylashgan. Eslab qol, faqat ehtiyot bo'l. Xo'p, men buni albatta uddalayman. Yaxshi, lekin haddan oshma.